Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Diqqatingizda Rayhongul Mijitning Qayta nikah nomli romani davomi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 13-bölüm. Asiyaning kichik qizi Munavvar oliy maktabni bitirgandan keyin uyida xizmat kutib o'tirib o'tadi. Munavvar kichik chaqlardan tartibla yo'qsizlikning dardini jiq tartdi. Uni azdab otasi baldir tugab ketdi. Shunga qizining bu tartqiliqlarini o'ylasla yuragi etishadigan Asiya ko'ngli sunib qolmasin deb uni alqinida pövlaydi. O'zi bo'lsa tirikchilik uchun qo'lini ko'say chechini supurgi qiladi. Munavvar odatda opsining tepib berganini yeb, do'stlari bilan o'ynab, ko'nlarini xuddi moyning ichidagi bo'rakdek g'amsiz o'tkazadi. Shunga xizmat kutayotgan 2 yildan buyon u bir kunmi zerikib, mo'nglanib boqmadi. Lekin chaqmoq chaqqandek belinib ketgan bir shum xabar uning bu g'amsiz kunlarining vat bargini chiqaribdi. Opam qiyriqanda yana erga tegadigan bo'pti. Bu gapni uningga Asiyaning do'sti Maryam deb berib, oldi bilan opsini o'ylash, ko'nglini yerim qilmaslik haqida nurg'un gap qildi. Lekin Munavvar shu kundan boshlab yemay, ichmay, hatto gapmi qilmay o'ltirib oldi. U atdigandan kashkicha sopada o'ltirib, marhum otasining tamg'i esaqliq so'rtiga talmurgunicha mülüldep yig'laydi. Munavvar sopada to'g'ri 2 kun midirlamay o'ltirib, ashundoq yig'ladi. Buni ko'rgan Asiyaning yuragi laxta-laxta qon bo'lib ketdi. Munavvar opsiga tish yerib bir nima demagani bilan uning bu qiliqidan opsining bu nikoh ishiga norozi ekanligi aniq edi. Asiya qiziga nima deyishni bilolmay gangirab ketyotdi. U qizining ko'nglini elish uchun qizi nihoyat amroq tomoqlarini etib oldiga akilib baqdi. Lekin Munavvar dasturxonga qarabmi qo'ymadi. Oxir yana Maryam araga tushdi. Unda qilmang qizim. Opamizning bu to'y ishini qilamdoq, qilmamdoq, uningga keyin bir nima deyli. Siz qo'rsqingizni nima o'ylagan bo'lsangiz shuni dang. Oldi bilan tamoq yeng jinim balam. Tamoq yemisingiz qandoq bo'ladi? Tamoq yemay, olmadiz, og'rib tortib qolsangiz, hamma bo'lg'uliq yana shu opangizga bo'lar. Unda qilmang, opangizni o'ylab qo'ying. Bu gaplar Munavvarga qilch kar qilmadi. U xuddi ruhi chiqib ketgan odamdek burunqidakla tamg'a qarab jim o'ltirib oldi. Ikkinchi kuni kunni o'ltiray deganda Munavvar hoshidan ketib yiqildi. Qo'lim qo'shnilar hu bilan uni doktorxonaga olib bordi. Doktorxonada uningga ochisi Layli kelib qaradi. Asiyaning cho'ng qizi Layli qandoqla bo'lmasin bir balaga opa bo'lgan bo'lg'ashqa opsining dardini azdir ko'pdir tushunadi. Shundaqdimi u opsining yotliq bo'ladigan ishini faqatla ko'ngliga sig'dira olmayotdi. Ammo kichik chaqlardan boshlabla rayishlikqa ko'ngan bu mazlumning bo'pti demay nima amali bo'lsin. U kasalxonaga kirib kelgan chaqda Asiya Munavvarning yanida edi. Shuncha yiroqdan yetib kelgan qizini ko'ribla butun vujudiga o't yamishib, o'pkisi o'rilib ketgan Asiya qizi Laylining bo'yniga esilib, bo'qildab yig'lig'ili turdi. Nemishqidir Layli ko'zlariga hech bir yosh keltira olmayotdi. Achisini ko'rib, xeli jon kirib qolgan Munavvarning manzillariga bilinar-bilinmas qizillik yugurdi. Shu orliqda Asiya doktorning ishxonasiga chiqib ketdi. "Uxtingmi acha? Opam 60 yoshlik bir qiyriq tekmakchi bo'pti", dedi opsining taloqi chiqib ketganligini ko'rgan Munavvar achisiga gapni udulla echib. "U qiyri degan opamning otisi dematlik odam tursa, hey, opam qiziqkan. Tushak gap qo'pqandek qandoqlarcha qiyirganda ergitakkus kelib qoldikini?" Buni anladim. Uni
g'iri bo'ladigan odam deyishyotidi-ku. Sen kimdan anglading? Opamning do'sti Maryam ochamdan. Opam yotliq bo'ldim degani bilan amaliyotda heliqi qiyirning uyiga malay bo'lib kirdi shu. Maryam opashmi qiziqkan. Opamning do'sti turuqliq uningga ikki og'iz nasihat qilib qo'ymay. Munavvar darg'azab bo'lib so'zlaydi. Layli gap qilmoqchi bo'lib og'zini o'mallab turishiga Asiya kirib keldi. Buning bilan ojizining ikkisining gapimi uzilib qoldi. 3 kundan keyin Munavvar doktorxonadan chiqdi. Maryam uni dal shu kuni uyga yo'qlab keldi. U Layli bilan Munavvarni Asiyaning hujrasiga chaqirib kirib, nurg'un nasihatlarni qildi. Maryam opa, opamning holiga yetmaginim emas. Faqat uning qiyirg'anda yotliq bo'ldim deb, oxirgi hisobda boshqalarga malay bo'lib ketadiganligini o'ylasamla, vicdanim chidamay, o'zimni qo'yadigan yer topolmay qolaman, dedi Munavvar o'zining gapini rost qilib. Qizim, men sizga bir ishni so'zlab beray, dedi Maryam safarchallik bilan. Burun bir ayol 30 yoshga barmay turibla eridan tul qapti. U yolg'iz o'g'lini o'gayning oldiga akrishni beyab ko'rib, tulpeti o'g'lini ming bir jafoda beqib cho'ng qildi. U ayolning o'g'li qironiga yetib, o'lik o'choqliq bo'pti. Lekin heliqi ayol qiyirib madardan ketibdi. Ayolning o'g'li opamning oxirgi orzusi Makkaga berib haj qilish bo'lsa kerak, shunga shu orzusini qondirib duosini olay degan o'yda opasini bo'yniga mindirib bir necha oy yo'l yurib, oxiri Makkaga opiribdi. Buni ko'rgan bir donishmand uningdan so'rabdi. "Ey o'g'lim, opangni nima sababdan bo'yningga mindirib elib kelding?" Mo'mayning o'g'li shundoq javob qildi. "Otam rahmatlik burun tugab ketgachga, opam bechora yosh turibla tul qoldi. Lekin meni beqib qatorga qo'shiman deb qayta yotliq bo'lmadi. Shunga opamning menga qilgan ashu mehr shafqatiga javob qaytirib, uning duosini olay degan umidda bo'ynimga mindirib Makkaga hajga elib keldim." Heliqi donishman o'g'ilga qarab ichingan holda beshini chayqabdi. "Hey hamoqat yigit, opamning duosini olaman deb bundoq jabr tortib yurguncha, opangni burunroq biriga yotliq qilavatgan bo'lsanglar, uni bo'yningga mindirib Makkaga akelgandinmi necha hassa ortiq savob topar eding emasmi?" Javoban o'g'lining do'lisida turgan mo'may shundoq debdi. "Alloh egam, bu o'g'limga o'kizdek kuch bergucha, sizlar degan ashu aqlni bergan bo'lsa-chu kashki." Maryam birdam turib elib, gapini davomlashtirdi. "Bu men to'qigan gap emas, qizlarim. El ichida uzoq zamonlardan buyon ig'izdan ig'izga ko'chib kelayotgan hikoya. Ish qilib o'z hamrohidan ayrilib qolgan har qanday odam g'irib sinadi. O'ziga loyiq kelgudek biror dilkashni tepib qolgan umriga hamroh qilib olishni orzu qiladi. Nurg'un kishilar bolalarining kojlik qilib turib olishi sababidan bu orzusiga yetolmay kelyotdi. Yana bir necha yildan keyin sizmi taloliq bo'lasiz, qizim. Shu chaqda opangizning 50 yoshga kirmayla tikandek yolg'iz qilib 4 tamg'a yem bo'lib ketishiga sizmi chidamaysiz? "Yo'q, men to'y qilmay opamga bir umr hamroh bo'laman", dedi Munavvar tumshuqlarini purishtirib. "Aqmaydigan yo'qlan gapni qilmang, qizim", dedi Maryam Munavvarning gapini uzib. "O'ylab beqing, opangizga hamroh bo'laman deb to'y qilmay qiyir qiz bo'lib o'ltirib qolsangiz, opangiz xush bo'larmi? Kichik boladek gap qiladi ekansiz." Bu gaplarni anglagan Munavvar jimib qoldi. Maryam
Münəvvərni ayvashga kelib qolarmikin degan umidda onunğa chiroyli gaplarning hammasini deb baqdi. Heliqi odamchu burun muavin nazir bo'ptikan. Hozir 2000 yuan pensiya puli oladi ekan. Uning ustiga teni saq, güsmüstük odammish. Shunga u uyda opingizga ig'irchilikni soladigan hech kim yo'q. Opingiz u uyga kirsa, do'lisi optab ko'rib, hozirqidek yo'qsizchilikning dardidan qutuladi. Hatto sizning xizmatingizmi ashu bovayning dövlətida hal bo'lib qolamdi texi. Ishqilib, u uyga opam borsa borsin, men bormayman, dedi Münəvvər g'udonshib. 14-bölüm. 2-iyun Sulaymon bilan Asiyaning to'yi bo'ldi. Gapning ochiqini aytganda, Sulaymon Asiyani nikohlab aklab oldi. Sulaymon bilan Hashim ikkisi shu kuni atdiganligi oldingi kuni ko'rishib qo'ygan qarimni boshlab Asiyaning uyiga nikohga keldi. Asiyaning do'sti dasturxon raslab mehmonlarga choy tartdi. Sulaymon bilan Hashim ikkisi dasturxonda qarimning ikki beqinida o'ltirdi. Uzun ro'molni yer so'rtib selib olgan Asiya ikki qizini ikki beqiniga elib ishkarki uyda o'ltiradi. Choydan keyin nikoh o'qildi. Qarimning mungluq qiroatini anglab o'ltirgan Asiya nemishqidir tuyuqsizla mishildab yig'lab ketdi. Buni ko'rgan Layli bilan Münəvvərmi o'zini tutolmay yig'lig'ida turdi. Asiyaxon, dedi qarim qiroatni tugitib bo'lgandan keyin shariat hukmi bo'yicha oldi bilan Asiyadan savol so'rab. O'zlarini Sulaymoxonga xotinlikqa qabul qildilarmi? Ishkarköydan javob chiqmadi. Odatda ayol taraf bo'lsa, qarim o'zlarini xotinlikqa qabul qildilarmi deb 2-3 qitim so'raganda ondan javob beradi. Yoki uning javobini boshqa bir ayol qabul qildim deydi deb yetkazadi. Bu ham nikohning qoidasi edi. Qarim boyqi savolni 3-qitim takrorladi. Ishkarköydan qiroat boshlanishi bilan Asiyaning yeniga kirib o'ltirgan Maryamning uni anglandi. Qabul qildim deydi. Qarim o'ng beqinida o'ltirgan Sulaymonga yuzlandi. Sulaymon axun, Asiyaxonni xotinlikqa qabul qilib, amirlarga oldilarmi? Oldim, dedi Sulaymon qarimning savoli tugishi bilan kaskin javob berib. Qarim duoga qo'l ko'tardi. Sulaymon bilan Asiyaning nikohi o'qib bo'lindi. Asiya Sulaymonning amriga o'tdi. Shunda qilib Asiya ashu daqiqadan boshlab 5 yildan beri tul o'ltirgan kunlarini oxirlashtirib, yangi yo'cha hayotga qadam qo'ydi. Nikoh sodisi, umr sodisi degan ekan atalar. Demisimi, nikoh to'y bo'lgan har ikkilan uchun aytganda yuraklarni do'pildatib etadigan xo'shalnarliq ish edi. Lekin Asiya nemishqidir xo'shal bo'lmoqda yo'q, Maryamning bo'yniga esilib yig'lab ketdi. Buni ko'rgan Layli bilan Münəvvərmi kelib, opsiga esilib yig'lig'ida turdi. Rahimsiz opanglarni kechiringlar qizlarim, deydi Asiya qizlarining mangzidagi yoshlarni barmoqi bilan surtgash bo'quldab yig'lab. Nemishqi bunda qilib atganligimni o'zim uqmayman. Men nima desam bo'lar? Ana bola uchi qong'ucha yig'ilishib olgandan keyin Sulaymon bilan Hashim Asiyani elib mangdi. Asiyaga qo'ldosh bo'lgan Maryam uni qo'ltiqlab ketib boradi. Ular Sulaymonning uyiga yetib kelganda allaqachon yig'ilib, dasturxon tayyorlab turishgan Sulaymonning urug' tuqqan bola chaqalari ularni cho'nqur salom bilan kutib oldi. Lekin uyda qiz-yigitlar to'yining yorishqi sifatida chang chiqib ketadigan nag'ma-navo, usul sama, ko'lki chaqchaq deganlardan asarmi yo'q edi. Asiyaning Sulaymonning bo'sug'isidan hasham daramsiz, nag'ma-navosiz tep-tinish kirib kelishi
albatta to'g'ri edi. Chunki qayta nikohliq bo'lganlarning to'yi ashundaq tugaydi. 15-bölüm. Sulaymon beshini o'nglab g'iriblikdan qutulg'achqimi, uning hakima qazo qilgandan boshlab xuni o'shgan chehriga qayta kulki yugurdi. Sulaymonning xotini Asiya uningdan xelali kichik edi. Shunlashqimi Sulaymon o'zini xelali tuzashtirib yuradigan bo'lib qoldi. Saqal burutlarni har kuni pak-pak qirib, shalaq chochlarini parqaratib tarib oladi. Azaldan kiyib baxmagan eliqi qizg'ish popaykanimi elib kiydi. Sutdek oq ko'nglak bilan qizg'ish popayka bakmi yarashgan Sulaymon texama ruhlanib, yashirib ketgandek bo'lib qoldi. Asiya Sulaymonning uchisidagi qizg'ish popaykani ko'rib maqtab ketdi. Buni anglagan Sulaymonning xo'shallikdan og'zi quloqiga yetdi. Lekin u Asiyaga bu popaykani burunqi xotinining necha kecha uxlamay o'z qo'li bilan to'qib berganligini aytmadi. Chunki Sulaymonning ko'ngligimi 5 qo'ldek ayon. Yaşanganda qayta nikohliq bo'lgan odam gap so'z, ish harakatda salla ketkizib qo'ysa, beshig'i pit selib oladigan gap. Sulaymon odatda bu nuqtaga nihoyatda diqqat qilsa-mu, lekin gohida o'ylamagan yerdan ketkizibmi qo'yadi. Nashtadan keyin Asiya chiniqqachilardan yig'ishtirib oshxonaga kirib ketdi. Sulaymon gullarni sug'urish uchun balkonga chiqdi. Bir necha tashtak modan gul hüppida ichilib ketgan edi. Buni ko'rib, ko'ngli bo'lakchili ichilib qolgan Sulaymon gulning yumron g'unchalarini barmoqi bilan silab boqdi. Modan gulning g'unchisi ham yumron, ham umoq edi. Sulaymon gullar orasidagi hammadan yo'g'on, ham o'tqashda qizil ichilgan bir tashtak modan gulga ixtiyorsiz yenishlab qarab ketdi. Chunki Hakima hayot vaqtida bu modan gulga bakmi amroq edi. "Hey buvay" degan edi u bir qitim ashu bir tashtak gulni ko'rsatib Sulaymonga chaqchaq qilib. "Gullarning ichida hammadan chiroyligi mushkan jumuslar. Endi-chu, mening boshqa gullar bilan ko'rim yo'q. Qolganlarga o'zlar qarsila, men mushu gulni la boqaman." Shunda qilib, vaqtning o'tishi bilan bara-bara bu bir tashtak gulni balalar opamning guli deydigan, Sulaymon bo'lsa Hakimaning guli deb ataydigan bo'ldi. U gul ichilgan chaqlarda balalar xushalliqdan "Voy apa, guling ichilibdi" deb to'g'lisa, Sulaymon "Voy apsi, mayaga chiqib qarab boqina, mavi guling bakmi chiroyli ichilib ketibdi" deb qo'yadi. Bundaq gaplarni anglagan Hakima qo'lidagi ishini darhol tashlab, yugurib chiqib, poraklab ichilgan bu o'tqashda qizil modan gulga to'ymay qarab ketadi. Tashtakning hele u tarafiga, hele bu tarafiga o'tib, gulga go'ya tunji qitim ko'rayotgandek sapselib qarayotgan Hakima gohida otasi bozordan akilib bergan yangi o'yinchiqni ko'rib, hayajondan nima qilarini bilolmay qolayotgan kichik bolaga o'xshab ketadi. Ashu untulg'usiz minutlar tuyuqsiz yodiga kelgan Sulaymonning asyodimi helidan heliga to'xtamay parvoz qilayotgan xiyol kaptirining orqasidan qanot qaqqili turdi. "Voy Hakima, mayaga chiqqina" deb varqiradi Sulaymon ixtiyorsiz. Lekin u ashu so'zlar og'zidan urug'i bilan chiqib bo'lgandan keyinla ondan o'zining hashpashtigicha xiyol dengiziga g'arq bo'lib ketib, burunqi xotinining ismini to'g'lab solganligini to'ydi. "Allohu akbar" dedi u peshonasiga paqqada birini urib. Asiya anglab qolmagan bo'lg'aydi endi. U qo'lidagi cho'ginni yerga qo'yib uyga sap soldi. Qirishqandek Asiya balkonga yandash mehmonxona uydagi xurum sapani surtib-atdi. Huduqib nima qilarini bilolmay qilayotgan Sulaymon Asiyadan hech ish bo'lmagandek duduqlab turib so'rdi.
bu tünögülla sürtkende qılıvatatdың, yana sürtkeli turupsan o. Sulayman Asiyaga ko'zining quyruqida sap soldi. Asiya qo'lidagi ishni beshini ko'tarmay turib qilayverdi. Qaramoqqa pokizda ko'rindi ekan, dedi Asiya qo'lidagi nam lati bilan sopaning yo'lanchugini qayta surtgash past ovozda. Lekin ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan chang to'zanmi bo'ladi ekan emasmi? Asiyaning gepining tegida gap bor ekanligini sezgan Sulayman undimedi. Uning tuyuqsizla Asiyadan birdam neri turg'iz kelib qoldi. Şoň o goya uyqu besip ketken adamdek g'ulashlarini kerib qasdan asnidi. Avoy, beshim qaygandek bo'lib atıdı. Men birdam uxlayjumı? O hojirsiga kirib, degenicha ko'ksini to'ldirib, nafas elib olgandan keyin o'z-o'ziga pichirladi. Hey Sulayman. Kallangni sagak tut. Qayta nikahlık bolğanlarning hayatlık yolida çuңqur hаңlarning bo'ladiganligini hergiz unutup qalma. Bolmasa tügüşsen. Tushga yaqin Asiya Sulaymanning hujrasiga kirib, uningdan nimaga ishtahasi borligini adab bilan so'radi. Lekin Sulayman Asiyaning o'ziga gap qilganda qandaqdir ko'zini qasdan uningdan qochirib atganligini sezib qoldi. Tushlik g'izada Sulayman Asiyaning tamaqini og'ziga tegmay maqtab ketdi. Lekin Asiya buningga yarasha boshqa gap qilmay, bilinar-bilinmas kulimsirab qo'ydi. Qaraganda Asiya baya Sulaymanning burunqi xotinining ismini tovlaganligini anglab qolgandek qiladi. Navada anglab qolgan bo'lsa, Asiyaning buningga azoblanganligi, hatto ranjiganligini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ammo Sulayman bu gapni ochiq aytib, uningdan apu so'risi bo'lmaydi-da. Asiyachu, yashanganda qayta nikahliq bo'lib, er kishiga yerim yo'lda yondashgandan unchalik ko'ngil og'riqi deganlarga uchirmay qolamdi. Lekin u bundaq ko'ngil og'riqlarini eriga ochiq deysi bo'lmaydi. Demak, Sulayman bilan Asiyaning o'tirisida ham nefis, ham tiniq, ammo yaqinlashqila bo'lmaydigan bir qavat parda bor edi. Shunda qilib Sulayman bilan Asiya ikkilan tushlik g'izosini yegach, qarshi tarafning ko'nglida zodi nima o'ylayotganlarini o'zlaricha qiyos qilib beqishdi. Sulayman bilan Asiya bir-biriga og'zining uchida kulib, kunni aran kash qildi. Asiya kashlik g'izoni Sulaymanning gapi bo'yicha nihoyat oddiy rasladi. Xotin ikkisi kashlik g'izosini yeb bo'lgandan keyin Asiya dasturxonni yig'ib, qochquchilarni yuyib bo'lib, bir cho'gin choy damladi. Ondan bir piyola choy qo'yib, Sulaymonga patnosda ochdi. Asiya, "Sana necha qitim dedim-ku?" dedi Sulaymon salpal achchiqlangandek qilib. "Qachongacha menga tuz qilib yursan, menga choy akalganda patnosda sunmay, qo'lingda sunsangmi bo'ladi emasmi? Ya men mehmoning bo'lmasam." "Yo'q, unda demislar, o'zlar degan menga har doim mehmon", dedi patnosni tutib sopaning yanada o'ri turgan Asiya. Sulaymon uning qo'lidagi patnosni elib choy sherasining ustiga qo'ydi. "Undaq bo'lsa, yonimda o'tirg'ina", dedi Sulaymon. "Sahibxona degan mehmonning holidan xabar oladigan." U Asiyani sapaq tartibla o'ltirg'izib, ching quchoqladi. Buning bilan Asiya oxir kuldi. Uning kulgan chog'dagi ovozi ham jarangliq, ham yiqimliq edi. Sulaymon Asiyaning chochlarini mehri bilan siladi. "Seni amrimga olgan ekanman, Xudo buyursa, baxtli qilaman. Buningga ishongin. Bo'lamdi?" Asiya undamasdan beshini langshitqash Sulaymonning ko'ksiga yo'landi. Asiyaning ko'zlaridan o'qchib chiqqan ikki tomchi yosh sirg'ib kelib, mag'zida to'xtab qoldi. Ammo uning yoshliq ko'zlari ajoyib bir xil baxt tuyg'usi ichida bo'lakchala chaqnab ketdi.
16 bölüm. Toydan keyin Sulaymon bilan Asiyaning kunlari nihoyatda tinch ham xotirjam o'tib o'tadi. Bo'libmi Asiyaning illiq mehri va g'amxo'rligidan ko'ngli suv ichgan Sulaymon qiyirganda nihoyatda obdan xotini elib olganligidan bakmu mamnun edi. Lekin Sulaymon kichik qizi Sharipani o'ylasla bu xo'shalliqlari allaqayoqlarga uchib yana pig'oni o'rlaydi. Sharipa nihoyatda ishchan qiz edi. Apsa hayot chog'larda u har shanba kuni atdigandala ota-onasining uyiga kelib o'z qo'li bilan tamoq etadi. Andin ajisi Zuhra bilan qo'lma-qo'l kir yuyatdi, uy tozalaydi. Sharipa bo'libmi oshxonani bak pokis tutadi. U har qitim cho'ng uyga kelgan chog'larda qozon beshidagi dasmolning salpal qariyib tuvoq bilan choy cho'ginining oz to'la islashib qolganligini ko'rgan hamon dasmolni yundichiligiga shaloqqada etib tuvoqni tarang-turang qilib tashlab uyni beshig'i kiyatdi. Uydagilar Sharipaning bu qiliqlaridan zerikib tishlarini g'uchurlatgani bilan uningga g'ing qilolmay o'zlarini g'ippida daldiga oladi. Ular tala-tuzni birdam aylanib uyga qaytib kirganda bo'lsa, oshxonaning aynakdek pak-pakis tozlanganligini, tuvoq bilan choy cho'ginining yuyib porqiratib etilganligini ko'radi. Uy ichi va qozon qumushlar pokiz bo'lsa, odamning ko'ngli ko'tarilib qoladi. Shunga uydagilarmi Sharipaning boyiqi qiliqlarini birdamdala unutdi. Yana kelib Sharipa ota-onasiga bak ko'yinadi. Apsi hayot chog'larda otasi yoki opsining salpalla saqsiz bo'lib qolganligini anglagan hamon xizmati yoki uy ishi har qancha aldirash bo'lsa-mu, uni hech ikkilanmay shu joyda qo'yadi-da ota-onasining uyiga qarab chopadi. Lekin u ichida gap yotmaydigan, qiyni qiziq mazlum bo'lg'ashqa biror ishga yo'liqqan hamon ko'zi yumilib, og'zi ichiladi-da qilgan yaxshiliklarini hash-bash degicha o'zi yo'q chiqaradi. Opsining tuyuqsiz o'limiga degandek bardoshlik berolmay qolgan Sharipa gohida mijozi qodangshib savdoylarga o'xshab qoladi. Ikki gapning biri bo'lsa, aksi yoki hadisi bilan taqollashadi. Kichkina ish ko'ngliga kelib bo'lg'icha otasiga qiydab qopadi. Ish qilib boshqalarning holiga yetish deganni hargiz uqmaydi. Sulaymon xotinining o'limiga to'p-to'g'ri 1 yil qarliq tutdi. Bu 1 yil jarayonida u yolg'izchilik va g'iriblikning dardini yetkichi tortdi. Shunga Sulaymon o'ziga loyiq kelgudek biror mazlumni nikohiga elib, qiyirg'andagi g'iribliklardan qutulmoqchi bo'lib edi. Sharipaning to'rt puti o'rila qoldi. Bo'libmi uning qirichisiga, yenichisiga aytgan gaplari Sulaymonning jinidan o'tib ketdi. Lekin nimalar degan bilan bola degan ota-onaning yurak paris tursa, Sulaymon bilan Sharipa bunchalik ish sababli bir-biridan ketishib ketmaydi-da. Gerçi Sharipa heliqi kuni bo'ri terisini kiyibla bu uyga ikkinchi oyoq bosmayman deb ketgani bilan Sulaymon aradan 2 kun o'tmayla uni seg'ing'ila turdi. U Sharipaning tuyuqsizla paydo bo'lib, otasining qo'llarini ching tutqunicha xafa bo'lmasina ata, bola degan gohida ashundoq tantaklik qilib qoladi ekan deb apu so'rishiga kech kunduz tashna bo'lib ketyapti. Har qitim telefon jiranglagan hamon Sulaymon telefonni Sharipadan kelganmidi degan umidda ittik oladi-yu, lekin telefondan boshqa birining ovozini anglabla go'yo ruhi tushib ketgandek lassili bo'lib qoladi. Sulaymon talay kechalarni to'g'risqa tikirginicha uyqusiz o'tkazdi. Onunğa faqat o'zining pichirlashlarla hamroh edi. Jinim qizim Sharipa, opang Hakima ajoyib esil mazlum edi. Hakimaning vafotidan keyin menmu sizlarga o'xshashla judoliq o'tlarda o'rtandim. Unsiz yig'ladim, qaqshidim. Gapning rostini aytsam qizim,
Aşı judalıqdan tapqan dil azaplarım, yürükümdeki dərd peyğanlarımğa yamaqmı bolalmaydı? Apаңdan ayrılğan, yalğız qalğan bir yılını qandaq ötküzgənligimni biləmsən? Yoq, əlbəttə bilməysən. Bizdək yaşınıb qalğanlarını üçün yoxsuzçılıq, ağırıq-sılaq digənlər herkes qorxutalmaydı. Bizning ən qorxuduğumuz yalğızçılıq, g'iyribliq. G'iyribliqning nimaligini biləmsən? Əlbəttə bilməysən. Rəhmətlik apаңның jili toşqandan keyin apаңdan ayrılıb, g'iyirib qalğandan bu yanqı judolıq ələmlərini azraq bolsunmu yengilletərmikin degan umiddə qayta öyləndim. Yenimdə birər həmrah bolsa, sizlərmi məndən xatırcam bolatdыңlar emasmı qızım? Mening qayta öyləngenim hərgizmi rəhmətlik apаңni unutub, balvaqamdan yüz öyrüb ketiş üçün emas edi. Meni nemişqimi tushunmaydigansan, jenim balam. 17 bölüm. Həşbəşdegiçə yana şənbə bo'lib qoldi. Sulayman bilan Asiya ikisi əmdala naştisini qilib bo'lib, duoga qo'l ko'taray deb turishiga tuyuqsiz telefon jiringlab ketdi. Telefon ovozini anglagan Sulaymanning yuragi go'yo bir nimani to'ygandek hayajon ichida so'qib ketdi-yu, lekin u nemishqidir telefonni elishga petinolmay dalag'olliq ichida o'ltirib qoldi. Ang'icha Asiya itdek berib telefonni oldi. Assalom, Zöhrəgülmü? Asiyaning ovozi sal-pal titrab chiqayotgandek qilardi. Asiyaning bu gapini anglagan Sulaymanning yuragidagi boyqi hayajonliq tuyg'u ko'zni yumib ochqicha hayronlikqa almashdi. Chunki Sulaymanning kutayotgani Sharipaning telefoni edi. Şoň o telefonning Zöhrədən kelganligini uqib lassada bo'lib qoldi. Lekin Zöhrədən hər qitim telefon kelsə, Sulaymanның ko'ngli xeyli o'sib qolardi. Aň bolmaganda o atasının qayta öýlenishiga ağzının uçida bolsunmu razılık bildirdi. Zöhrə bilim aşırışqa ketgandan buyan daim atayin telefon qilib atasından ahval so'rab turdi. Asiya bu uyga busuğu atlab kirgandan buyan Zöhrə bilan didarlashib baxmagan bolsunmu, lekin telefonda bir necha navbat ko'rishdi. Asiya Zöhrədən bəkmi razı edi. Bolubmu Zöhrənin hər qitim telefonni elibla tinchlikmi hada deb adab bilan ahvol so'rashlari Asiyani nihoyatda ta'sirlantirdi. "Voy, rasma? Bugun tushdan keyin yetib kelamsiz? Bək yaxshi bo'pti. Ko'nglingiz qandaq tamoqni tortadi ekan? Davering Zöhrəgül, siz kelgicha taqqirib turay," dedi Asiya hayajon bilan üllik qilib. Bu gaplarni anglagan Sulayman oshxonadan alman-talman chiqib keldi. "Nima? Zöhrə qaytib kelamdikan?" Zöhrəning 3 oylik o'g'inish vaqti oyoqlashib, qaytib keladigan vaqti to'shqan edi. Zöhrə gülə basqan pologa nihoyat amroq edi. "Gülə besib polo et," dedi Sulayman talaga chiqishga tamshilib, "Men chiqib esil gülədən azroq akiray. Men kirgicha sabzini qalam etib, piyoz go'shtlarini to'g'rag'ash turg'in." Sulayman bu so'g'aga berib bo'lg'icha, Polat bilan Gülyar tuyuqsiz kirib keldi. Gülyarning qo'lida bir xalta guli turardi. Buni ko'rgan Sulayman chiqib, guli akirishdan yoltiyib, Polat bilan birga sapoq kelib o'ltirdi. U bugun bolalarining kelib jam bo'ladiganligini o'ylasila, xo'shliqida yuraklari o'ynab ketayotdi. Lekin u hayajonli tuyg'ular bilan bo'lakchila avunayotgan ko'nglining turibla yana yerim bo'layotganligini sezdi. Durust, bugun Sharipa kelarmaydi. Onun ustiga Sulayman har qanday ishni ko'nglidagidek voyaga yetkazishga tashna edi. Bo'libmi u
balabaqam əbəri, inaq, xoşalğoram ötsikən, ailəm əbədil əbəd bir qilibdila tursikən, deb o'ylaydi. Şoň o balalary jam boladigan bugünkü dasturxanğa Şäripäniň daxil bolalmaydiganlygyny oýlasy, köňli yerim bolady. Häkime qaza qılgandan keyin Sulaymanyň ailesi ilgirki şatlyklarydan mahrum qaldy. Lekin ailesinin burunqi illiqliqini yoqtup qoýdyganlygyga hergiz tenbergöz kelmeýwatgan Sulayman balabaqsynyň şatxoramlyk içinde gamsiz ötken burunqi çağlaryny hasret içinde eski alatdy. Bolupmu o balalarynyň küllerini burunqidekla şatxoramlyk içinde ötközüşini ümit kılatdy. Mehriban apsydan aýrylyp köňli sungan balalarynyň tagdek atsynyň döwletide saadet sürüşige teşna edi. Şoň o nurgun tirişçanlyklaryny körsetip bakdy. O balalary özüni yoklap kelgen çağlarda ağrıp gep kılgudek majaly kalmagan bolsumu, buni kılç çandırmay balalary bilen taň muňduşup, taň külüşetdi. Öýüniň kem küteleri üçin balalaryny awar kılışny halamaydy. Sulayman talay japa müşaqqatlerde pişqaşqymı naýdy tejeşlik edi. Koça dokmuşlardan naýdy erzan algan paypaqny az degende bir jyl kiýetdi. Amma her aylyk maaşydan 1000 ýenni tejep bankaga goýuşny hergiz unutmaýdy. Sulaymanyň ykdysat kılıp atgan bu pullarymy ýanala balalary üçin edi. Şoňa o balalarynyň gaýsy puldan kysılıp kalsa, iki beqinaga qarmayla şartda çykaratdy. İş kılıp Sulayman balalaryny häkimäniň wapatadan keyin iç agryky tartgyzyp goýmaslyk üçin goludan kelediganlygy işlarynyň hemmisini kılıp bakdy. Lekin bu qitim Asiýaga öýlenişde o Şäripäniň narazylyklaryny bir çatky gaýryp goýup durdy. Çünki Sulayman deslepde Şäripäniň kiçik baladek mijazy bar, aradan 2-3 gün ötüp aly küçükler ketgenden keyin tüzülüp kalady dep de oylagan edi. Lekin atsynyň bu kılgynyga bekmun narazy bolgan Şäripä şu qitim batnap çykyp ketkeniçe bir neçe aýdyn buyan atsynyň bosugysyga täsep goýmady. Şäripäniň bu işi Sulaymanyň köňlige bekmi keldi. O yalğız kalgan çağlarida öz-özüge sözlep ketdi. Adam qeýriganda, bolupmu hemrahidan aýrylyp kalgandan keyin balalarynyň nazarda kiçik balaga aýlanyp kalady eken. Buning bilen tehi tünügünla aldyňda erkelep oýnap ýürgen balalaryň saňa heýikmasdyn örü-pörü diýeleydi eken. Nawada qayta nikahlyk bolup kalsaň, xuddi baş götürgisiz jinaýat ötközüp goýgan adamdek balalarynyň qaş kapygyga qaraply ötedigan gepken. Polat, bugün Zöhräniň qaytyp keldiganlygyny ukdyňmy? dep sordy hyýaldan täste baş götürgen Sulayman ýygyr tartyp turup. Ha, dedi Polat atsyga jawaban. Şoňa aldyraply kelişim. Zöhrä maňa atdigen telefon qyp diken, Huda buyursa çüşdün keyin yetip keledi. Polat atsynyň közlerinde yalt qılıp ötken bilinär bilinmez mäýüslik alamatlaryny görüp teňirqap qaldy. Balam Polat, Zöhrä qaytyp kelse, bugün hemmemiz ahyry jam boldygan boldyk da. Sulayman oğlunun közlerine tikildi. Ata, gepning uçqynynda eýtay, dedi baýky geplerden Sulaymannyň nime demekçi bolganlygyny düşünüp bolgan Polat. Şäripäge jyk telefon qılıp ketdim. Ony batnap ýüribermäй öýge bir kässummikin degen. Lekin bu gepni anlagan Sulaymannyň çyraýy toýuksuzla öňüp daslepde höppede kızardı. Andın bara qartap ketdi. Köňlüňe almysyna ata, dedi Polat Sulaymannyň köňlini ýasap.
Onun mijazi şundaqku. Eriyesidan ötmegen işqa kallasını kesip etsinmi maqul demeydi. Lekin asta-asta düşünüp qalar. Oylamağa yerden ət ögün osmandan düşkendekla seni yoklap gelip qalamdı dehi. Nemele degen bilen onun köngli yaxşı, özü köyümcan. Düştün keyin saat 2'ler bilen Zöhre qaytip geldi. O işikten kirip kelgende öydekiler hang-tang bolup turupla qeylişti. Çünkü Zöhre Şəripəni başlığaş kelgen edi. Aslida Zöhre aldınqı künala qaytip kelgen bolup 2 günning yaqi Şəripäning öyde turgan edi. Omu ihtimal Şəripəni öyge billa akiray degan niyatda şunda qılgandı. Zöhre işkeriga o'qishga mangan chaqda atisi öyde yalğız qalgan edi. Lekin 3 aylık o'qishdan qaytib kelib qarasa, atisining yenida o'zi azaldan ko'rib baxmagan bir mazlum qo'l qovushtirib turibdi. Zöhre bu mazlum bilan telefonda bir necha qatim ko'rishgan. U mazlumning gap so'zlarimi Zöhrega yomon emas ta'sir qoldirgan edi. Lekin Zöhre ömrüde ko'rib baxmagan bir yat xotin bilan bir uyda yashaydiganligini o'ylagan chaqlarida tanlari shirkingan edi. Hatta endi atamning bu so'g'isidan qandaqmi otlarman degandek oyiga chiqmas xiyollar bilan talay kechalarni uyqusiz o'tkazgan edi. Şəripə bir neçə aydan beri yüz görüşməyən acısının qaytib keladiganligini anlab, xoşallıqdan ağzı qoluqağı yetdi. O, Zöhrə keladigan kuni bir kun ruxsat so'rab, acısının aldığı çıxdı. Andın acısı bilan gungur-mungur mungdışıb o'ltirib, Zöhrə ən yaxşı ko'radigan tamaqni etdi. Axşimi Zöhrə yatadigan karvatqa öydeki ən chiroyli kirlikdan birini elib saldı və Zöhrə yaxşı ko'radigan ətirdən chechib qo'ydi. O chiroqni o'chirmoqchi bo'lib qo'lini sunib edi, Zöhrə tuyuqsizla uni to'sdi. Chiroqni o'chirmay turg'ina, sana deydigan gapim bor. Ocha, boshqa har qanday gaping bo'lsin mayli, dedi Zöhrənin nim deməkçi bo'lib atqanligini tushunib yetgan Şəripə. Biroq otdan bilan heliq xotinning gapini chiqarg'uchi bo'lma. O gapini tugitibla chiroqni tarsida o'chirdi-da yotqanning ichiga cho'kdi. Ammo Zöhrə uningga zuvonini uqtirib bo'lg'ichila hapla-shapla gapning beliga tepib etar deb o'ylamagan edi. Onun ustiga Zöhrə səlpəl qorqunchaq o'sib qolg'ashqimi birari yoq devatgan ishni ikkinchi og'ziga ololmaydi. Shunga Zöhrəning meni cho'ng uyga Şəripə akirib qo'ydi degan umidi biroqda yo'q chiqdi. U endi otisi o'ziga hamroh qilib olgan yot bir xotinning oldiga o'zi yolg'iz kiradi. Aşı öydə onu kütüb turib atqan nurg'un qismatlarga mana endi o'zi yolg'iz yuzlanadi. Hay, qismat. Zöhrə boshqa qizlarga o'xshash boldurroq biraraning peshini tutib turmushliq bo'lib olgan bo'lsa, mushu kunlarga qolmas edi. Mushularni xiyoldan o'tkazgan Zöhrə buqildab yig'lab ketdi. Acısının yığlab atqanligini anlagan Şəripə dərhal qopub chiroqni yoqdi. Voy, nimaga yig'laysan? Boyqa gapim ko'ngling kepti, ha? Biroq uni sana qaratib demagan tursam, otamning qiyirib 2 puti go'rga sangilganda yana xotin olaman deb nadiki bir yot xotinni uyga akirganligini o'ylasamla qo'yqi chochlarim tik turib ketadi. Zöhrə Şəripäning gaplariga yarasha boshqa gap qilmadi-yu, lekin yig'lagan siri ko'ngli buzilib ketib-atdi. U bir hazodan keyin Şəripäning savoliga yarasha eg'iz ochdi. Men nemandaq sho'r peshon yorilib qolgandiman. 40 yoshga kiray deb qoldim. Lekin hozirgacha yolg'iz. Shunga kishilar orqamdan qiyri qiz deb so'z-cho'chak qilishyapti. Zöhrənin bu gaplarni anlagan Şəripäning tuyuqsizla
dimoqlari ichishqili turdi. U Zuhraning yotqiniga kirdi. Bu gaplarni qilsang, men o'zimni qo'yadigan yer topolmay qoladi ekanman, ocha, dedi Sharipa past ovozda. Ikkimiz och singil bo'lgandan keyin sana ko'proq ko'ngil bo'lishim kerak edi, lekin men bek shaxsiyatchimu, uyim bolam bilanla bo'lib ketibdiman. Meni kechirgin, ocha. Zuhra Sharipani bundoq gaplarni qiladi deb o'ylabmi baxmagan edi. Chunki Zuhraning nazarida u faqat o'zining savalligidanla hozirgacha qiyri qiz bo'lib o'ltirib qelyapti. Shunga u o'zining bu tartqiloqlari vajidan boshqalarning ko'nglini yerim qilishni xohlamaydi. Zuhra Sharipaga boyqi gaplarni qilganiga turibla pushaymon qilib qoldi. Nemishqi mendan apu so'rayding, dedi Zuhra yig'idan to'xtab. Azaldan menga yuz kelalmagidek biror ish qilib boqqaning yo'q. Faqat o'zimning holiga yig'layapman. Mening cho'ng uydan boshqa borar yerim bo'lmasa, uning ustiga heliq ayolning yana bir qizimi ashu uyda otamlar bilan birga turadi ekan. Ilgari ko'ribmi boqmagan ikki yot ayol bilan bir uyda yashaydiganligini o'ylasamla, quloqlarim qo'ng'ildab ketadi. Rost esa, ocha, dedi Zuhraning gaplarini anglab, ko'zlarining jiyaklari qizarishga boshlagan Sharipa. Bizg'u u uyga bormasaqmi bo'ladi. Lekin sening u uydan boshqa boshliqdek yering bo'lmasa, hammamizdan sana bekrak uval bo'ladigan bo'ldi-da. Hey, buni nemishqimi o'ylamagandimi? Sharipa kallasiga biror aql kelgandek tuyuqsiz Zuhraga qaradi. Unda qilayli, ocha. Mardanning otasi Janubiy Shinjonda degini, shunga sen mushu uyda turg'in. Bo'lamdi? Yo'q, unda qilsam qandoq bo'ladi? dedi Zuhra Sharipaning taklifini shu hamon rad qilib. Cho'ng uyga bormasam, otamning bu yangi hamrohini qabul qilmagan bo'lib qolaman. Buningga otam ranjimay qolmaydi. Ish qilib otamni ranjitgim yo'q. Sharipa Zuhraning bu gaplarini anglab, xiyol surib o'ltirib ketdi va uningga javoban undamasdan beshini lang'ishdi. Zuhra tuyuqsizla Sharipaning qo'llariga esilib turib, yelindi. Ma'qul degina, Sharipa, ata men bilan birga uyga borgan. Meni uyga opirib qo'y, bo'lamdi. Shunda qilib Sharipa Zuhraning iltijosini yana rad qilishga yuzi chidamadi. Ilgirki chog'larda bo'lsa, gapni pong-pong so'qib, eshikdan bo'randek kirib keladigan Sharipa bugun nemishqidir tartinib qolgandek qiladi. U Zuhraning orqasida yerga qarab jim turadi. Buni ko'rgan Po'lat eshik tubiga yugurib berib, singillarining qo'lini tutdi. "Ohoy, Sharipa-acha, yana o'riqlamabsan-ku?" dedi Dilshod Sharipani ko'rib, salpal umidsizlangandek. Uydagilar Dilshodning gapidan paraqqa kulib ketishdi. Sharipa qapoqlarini turgunicha Dilshodga olib qaradi. "Voy, sarangning davatgan gapini. Uyinglarda mening g'aybitim bo'pti-da, qaraganda." Gülyar Sharipaning bu gapini anglab, tuyuqsiz og'iz ochdi. "Uyey, nadikini? Orqangizdan rostilla boshqa gap qilmadik. Ishonmasangiz, Dilshodning o'zidan so'rab beqing-a?" Lekin Dilshod opsining ko'ngildagini nadan bilsin, u anglaganlarning hammasini chuchuk tillari bilan qoldirmay to'kkala turdi. "Oqshom opam Sharipan uzoq bo'ldi ko'mgili. U o'ruqlaganmidi? Sharipa desla haq bilan urushidi. Boshundoq turibmi yana samiriydi ekan?" dedi. Uydagilar bu doram Dilshodning gapiga kulmadi. Chunki Sharipa Dilshodning boyiqi gaplarini anglabla mo'ldirlab iqib ketib o'tadi. Angacha Osiya itdek
Şeripaning oldiga berib, uning qo'llarini tutdi va bizning Sharipa qiz uruqlayman deb avar bo'lmasimi bo'ladi ekan-ku. Qaranglar, bu kipti o'ziga ashundaq yarishidi ekan, dedi gapni boshqa yoqqa burashni aytdi. Buni tushungan boshqalar paraqqada kulishdi. Asiya Sulaymanning ilgari o'zi ko'rib baxmagan bu ikki qizi bilan yuz yiqib ko'rishib, ulardan mehribonlik bilan tinchlik so'radi. Siz bilan telefonda bir necha qitim salomlashgan qizim, dedi u Zuhraning qo'lini tutib turib. Bir necha oydan beri sirtlarda o'qiyman deb xeli qiynalgansiz, ha? Xudo buyursa, unchliq tugitib keldim, dedi Zuhra Asiyaning savoliga qizg'in javob berib. Zuhra acha, sen qachon to'y qilasan? Dilshod yanada o'ltirgan Zuhradan to'yuqsiz so'rab qoldi. Men to'y qilmayman, dedi Zuhra Dilshodning beshini silab turib. Undaq qilmajmu, yelim qiyri qizga aylanib qolding. Endi yana to'y qilmasang, mo'may bo'lib ketsan. Bu gaplarni anglab, o'ng-so'li o'shgan Gülyar o'g'liga varqiradi. To'la kapshima, mushtimdek turib, o'yinini o'ynamay, nima cho'nlarning gapiga qo'shiq silib yurdigandu ma bola. Bu gaplarning hammasini o'zinglar degan-ku. Dilshod otasi bilan opsini ko'pchilikning oldida yana bir qatim misol qildi. Bayatim beri jim o'ltirgan Sulayman Po'latga ittik qaradi. Qandaq? Neri beri gapning hammasini balaning oldida davermanglar deb ko'rmin qatim aytgan-ku men sizlarga. Qaraganda bu tozmi ish o'qib qapti, dedi yuzlari shalparda qizargan Po'lat gapni chaqchaqqa yo'lab. Angacha Gülyar hammaylarni oshxonaga chaqirdi. Ko'pchilik oshxonaga kirib sherani cho'rdab g'izaga o'ltirdi. Ular g'iza orliqida g'ung'ur-mung'ur mungdashdi. Chaqchaqlarni qilishadi. Buning bilan helidan helaga paraqqada kulki ko'tarilib turadi. Sulaymanning ko'nglidagi baxtlik oila dal mushundaq bo'ladi. Shunga u bugun bo'lakchilar ichilib ketdi. Durust. Ota-ona uchun aytganda, bolalari bilan jam bo'lishdanmi ortiq baxtiyor daqiqalar bo'lsinmi? 18-bölüm. Apsının qaytiyatlıq bo'lişi Münəvvərning yürekini laxt qilib etdi. Çünki u apsini Sulayman nikohiga olgan kundan tartib, xuddi apsidan ayrilgan boshqadek yolg'iz qoldi. Onun ustiga saboqdoshlari bilan do'stlarining uningga masxirlik tikilishlari uning jeniga tegadi. Odatda erlar yashangan chaqda qayta nikohliq bo'lsa, buning kari chaqliq. Buningga ayol kishi bo'lmag'ashqa uy ishlarida qiynalib ketibdi, oqshimi atisi issiqsiz qapti degandek nurg'un bahonalarni topqili bo'ladi. Lekin o'ttir yoshdan halqagan tul ayollar qayta nikohliq bo'lsa-chi. Onun qilg'ini har qancha o'rinliq bo'lsa-mu, keynidan gap topadiganlari chiqmay qolmaydi. Çaşları oqirib, navri ko'rganda yana nim deb to'y qildigandu? Qeyrib bir yerga berib qolgan xotin kishiga erning nima keragi? Odatda bundaq noroziliklar hammadan burun qayta nikohliq bo'lgan ashu kishilarning bolalaridan chiqadi. Bo'libmi, apsi qayta nikohliq bo'lgan bolalar xalqning oldida o'zlaricha nomusdan bosh ko'tara olmay qoladi. Ular boshqalarning o'zlarini apsi bolalarini boqolmay qeyriganda yana erga tegibdi deb mazoq qilishidan bakmi qo'rqadi. Asiya Sulaymonga yotliq bo'lib bu uyga kelgandan keyin Asiyaning yezida tul o'ltirganiga uzun yillar bo'lgan navra singlisi Saodat kelib Münəvvərga hamroh bo'ldi. Saodat ham ishchan, ham osh tamoqqa usta mazlum bo'lg'ashqa Münəvvər u etgan tamoqlarga tezda ko'nib qoldi. Onun ustiga Asiya uyiga Xudoning qutlug' kuni telefon qilib qizi Münəvvərning ahvolini so'rab turadi.
her cuma günü qaytib kelip, öyde bir gün konup, kızı bilen nevri sınlısıga öz kolu bilen tamak etip beretti. İş qilib, vaqt hemmini onlaydı iken. Asiyanın Sulaymanga yatlaq bolğanıga bir neçe ay boldu. Vaqtning uzurchig'i agishib, Munavvarmu apsiga burunqidek uncha öşlik qilmay, apsi uyga kelgan chaqlarda onunga qapqini ochadigan bo'ldi. Biroq jahonning ishlariga aldirab bir narsa degilimi bo'lmaydi ekan. Kutilmaganda yuz bergan bir ish hammani o'ngtay-to'ngtay qilib etdi. Munavvarning amlatin sözülüşke başlagan köngül asminini yana qara bulutlar qapladı. Saqiyayı dep qalgan dil yarısıdın yana qan ketdi. Qaysı bir şənbə günü Munavvarning bir savaqdışı restoranda tug'ilgan kuniga atab ziyofat bermoqchi bo'ldi. Munavvar apsi bergan 500 yuan pulni xajlab o'ziga bir yurish kiyim oldi. Ondan esil satrashxonaga kirib, chechini ravros yasatdi. O restoranga shundaqla kirib berivedi, do'stlari Munavvarning parilardek turqidan hayron qilishdi. Munavvarning udulda o'ltirgan bir do'sti uningga bakmi qarab ketib o'tadi. So'rindikilar xo'shalxo'ram kulishib, chaqchaqlashib o'ltiradi. Munavvarning ustuveshiga bakmi qarab ketgan heliqi qiz tuyuqsizla qo'liga bir stakan meva sharbetini oldi-da, o'rnidan dasturdi. "Hey qizlar, hey!" dedi u gelini qirib qo'yib. "So'rinimiz set qizivatadi-jumi? Guli, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, adash." O qiz Munavvarning ko'ziga ma'nilik qaradi. "Munavvar, Sulaymon shashqu bugun. Ko'nglimdagi gapni desam, tezroq biror xizmat tepib olishingga tashnaman-jumi?" Bu gapni anglagan Munavvarning yuzi toki quloqlarigacha shalpardak qizirib ketdi. U nima qilarini bilolmay, heliqi qizga oliyib qarab qo'yib, gap qilmay o'ltirdi. "Nima dedim?" So'rindikilardan biraylan hayron bo'lib so'radi. "Munavvarning otasining ismi Mo'min tursa, qandoqlarcha Munavvar Sulaymon bo'lib qoladi? Familiyasini o'zgartdimi ya?" "Hey, yer sharda bormi sen?" dedi Munavvarning udulda o'ltirgan heliqi qiz savol so'ragan yana bir aylanga javoban. "Shundoq muhim xabarni o'qimdingmi? Anlab qol, Munavvar yangi otadan birini tepib oldi. O hozir ilgirki Mo'min oshpazning qizi emas, pishqadam boshliqning qizidanla. Qarabli bilmadingmi? Munavvarning ustivishi degan pechatdi hozir." O Munavvar bilan romga so'qishtirmoqchi bo'ldi. Lekin Munavvar beshini yerdan ko'tarmay jim o'ltiradi. O tuyuqsizla o'rnidan dasturib, bo'y tartib yig'laganicha talaga qarab o'zini atdi. "Voy, nima qilganing endi o? Hammalarning ko'nglini g'ash qilib", dedi sahibxona qiz Munavvarning udulda o'ltirgan heliqi qizga tumshuqlarini ushlab. "Shu emasmi? Ajabmi usullik qildi bu?" Munavvar xuddi umchini o'rvatgandek. "Hey, ko'z yomon, ko'z." Munavvarning ustiveshini ko'ribla ba'zilarning ichidan qon ketdi-da. So'rinda o'ltirgan qizlar heliqi qizni taraf-tarafdan gapni so'qqilab turdi. 19-bölüm. Munavvar uyga kelibla uchisidagi boyiqi so'ringa kiyib bargan kiyimlarini silib yerga otdi. Ondan o kiyimlarni g'azab bilan dastiga turdi. Munavvar ochchig'ida baq qattiq dasvatgashga putining o'chisi pichoq tiqqandek og'rib ketdi. O yerda turgan kiyimlarni uyning bulungiga qartib, jinining bericha tepib edi, uchib bargan ko'nglak bulungdagi tiklimi chiroqni yiqitibdi. Bunun bilan chiroqning aynak garalkisi sunib, chul-chul bo'lib ketdi. Angacha saodat chiqib, uy ichidagi bu parakandichiliklarni ko'rib qo'rqib ketdi. Munavvar bo'lgan ishni saodatga dastlabda degili unimadi.
Saadet nurg'un gaplar bilan ko'nglini yasidi. Bir azadın keyin Münevver öňrep yig'laganicha Saadetning quchqig'a o'zini atdi va bo'lgan ishni yepirin yangisig'icha so'zlab berdi. "Ay, bichara bolam", dedi Saadet Münevverning beshini silab turib. Bu gapni anglagan Münevver beshini darhol Saadetning quchqidan ko'tarib, uning qo'llarini ittardi. "Men bichara emas, bichara degan so'zga pek o'shman." Saadet tinsiz o'ltirib ketdi. "Saadet acha, bir ishni dey, ko'nglingizga olmang, ha?" dedi Münevver Saadetning ko'zlariga qarab. "Nima gap?" "Men opamga pek o'sh bo'lib ketdim." "Nemish qunda deysiz? U degan hem iqtidorsiz, hem mas'uliyatsiz bir xotin tursa." "Undaq desingiz, Xudo'm ravo ko'maydi, qizim. Apınız mubada iqtidorsiz xotinlardan bo'lsa, bir necha yuz ko'yliq pensiya puli bilan sizlarni baqalamdi. Sizni o'qita olamdi. Apıngizni mas'uliyatsiz xotin deganingiz nemisi? Bu gapingizni tushunmadim." Münevver Saadetga yana tushuntirib yurishni xohlamadi. Chunki Saadet uning nazarida boshlang'ich maktabni tugatib o'qiy olmagan sahroli xotin bo'lg'achqa ba'zi gaplarni tushundirsa-mu tushunmaydi. Münevver xiyol surib o'ltirib ketdi. Nimalar degan bilan u Saadetning gapida turadigan ishonchlik mazlum ekanligini biladi. Shunga Saadetdan yelinib turib so'radi. "Saadet acha, endi mush uyda turavering, bo'lamdi. Boshqa borar yeringizmi bo'lmagan ekan baribir. Qandoq dedim?" Saadet bir nima demoqchi bo'lib, og'zini o'malladi-yu, gap qilmadi. Ammo Münevver uning bu taklifni qabul ko'rmaydiganligini sezib bo'ldi. "Ha, bu uyda turg'ungiz yo'q-kanda. Undaq bo'lsa qandoq qilmoqchisiz? Deb bering", dedi Münevver Saadetga buyruq qilgandek. Saadet gap qilishga tamshil beqib, yana og'iz ocholmadi. Ammo u Münevverni quchoqlab turib, ixtiyorsiz pichirladi. "Ay, bichara bolam." "Nima? Yana bichara davotsiz-ku?" Münevver Saadetning qo'llarini ittirib etib, o'rnidan dast turdi-da, hujrasiga kirib ketdi. Әтсі наштыдан кейін Saadet bozorga chiqib ketdi. Dal shu chaqda Asiya telefon qilib qoldi. U gap arlig'ida Münevverga Saadetning pat arda to'y qilib bir yerga ketadiganligini deb berdi. Bu gapni anglagan Münevver hayronlik ichida so'radi. "Bir necha oyning yoqi uydan chiqmay o'tirgan odam nalarda yurib tonishib to'y qiladigan bo'lib qoladi?" "Buningga tonishib yurish ketamdi. Saadet u yoqning o'ziga loyiq keladiganligini anglab ma'qul bo'pti", dedi Asiya. "Bey, nima qilgani u? Ersirab ketgan odamdek", dedi Münevver. "To'la gap qilma bolam. Kunning qattiqligi bo'lmamdi. Sen degan moyning ichidagi bo'rakda. Shuni tushunmaysan. Ish qilib Xudoyim baxtingni bersin, qizim." Münevverni turibla vahima bosqila turdi. "Saadet adam ketib qolsa, bu uyda tikkandek yolg'iz qilib qandoqmi qilarman endi?" deb so'radi u opasidan. "Men mushu gapni qilay deb telefon qilgan, qizim. Meningcha, mushu uyga ko'chib kelsang bo'lamdikin." "Nima? Otam ko'mgan, opam ko'mgan bir nimalar bilan bir uyda turg'icha o'lgunim yaxshi mening." "Undaq deganing bilan
Saadet ketib qolsa, uyda tikandek yolg'iz qandoqmi qilarsan, jenim qizim? Heliqi qiyriqi tegadigan chaqda mushundoq yolg'iz qoladiganligimni xiyolingga keltirib boqmaganmidding? Ishqilib, kallamni chepivetsangmi u uyga bormayman. Munavvar deydiganni deb bo'lib, Asiyaning gaplariga quloqmi solmay telefonni qo'yib etdi. Munavvarning o'kisi o'rilib ketib atadi. U yana otasining tamg'i esiqliq turgan suratining oldiga kelib, titrab turgan barmoqlari bilan suratni asta siladi. Ata, meni ajab mushtumdek chig'imdala yetim qo'yding-ku. Mushu kunlarga qolarimni o'ylabmi qo'ymay, o'zing xotirjam berib yetib olding-ku, jenim ata. Ko'rib otamsan, men hozir opamdanmi ayrilib qoldim. U o'zining alobatini deb meni tashlab etib, nadiki bir qiyirning malayliqini qilg'ili ketdi. Men endi qanday qilarman, ata? Ya menimi yetimchilikda yuragi ezilib o'lsin deb atamsan, ata. Munavvar o'zining degan gaplariga ko'ngli buzilib, un silib yig'lab ketdi. Saadet kun qayrilganda songul boqchimalarni ko'tirib bozordan kirib keldi. U nihoyat xo'shal ko'rinadi. Munavvar Saadetning hurmat uchun uningdan nima so'dliqlarni qilganligini mundaqla so'rab qo'ydi. Ammo Munavvarning chiroyidagi sulhulliqqa diqqat qilmagan Saadet olgan narsalarni bir-birlab chiqarib Munavvarga ko'rsatganda turdi. Munavvar Sanshxonza bozorida paxalning o'rnida dövilab qo'yib sotadigan bu arzon narsalarni ko'rib qapoqlarini turdi. Ammo Saadetning ko'nglini deb u narsalarni og'zining uchida ancha-muncha maqtab qo'ydi. Siz to'y qiladigan odam zodi qandaqroq? Munavvar gelamning ustida tamg'i yo'linib o'ltirgan Saadetdan to'yqisiz so'rab qoldi. Saadet qo'lidagi bozorliqlarini qo'yib Munavvarga qaradi. Buni nadan uqdingiz? Boya opamdan telefon kelibdi-ken, shu deb berdi. U Noyeda Kadir Kentuq pensiyaga chiqibdi, dedi Saadet bozorliqlarini ratligash. 5 bolasi borken, xotini bultur tugab ketibdi. Nima? 5 bolasi borken deb atamsiz? Bu gapga ang-tang qolgan Munavvarning ko'zlari chaqchayib ketdi. Hozirgacha bola yuz ko'rib boqmay, tuyuqsizla 5 balaga o'gay opa bo'lib qolsangiz, bu nim bo'lg'ini amdi? Bolalarning eng kichigimi mendan 2 yosh cho'nkan texi, dedi Saadet tamkinlik bilan. Voy xudoyim-ey, undaqda u odam qancha yoshlarda ekan? Munavvar yana so'radi. 75 yoshga kiribdi. Saadetning ovozi yanala bayqadak nihoyat vazmin chiqadi. Voy-ey, 75 yoshkandan. Undaq bo'lsa sizdan to'p-to'g'ri 40 yosh cho'nkanda? Voy, otingiz dematlik odamkan-ku u. Bu siz. Munavvar gapining oyog'ini davomlashtira olmay qoldi. Bolalarning hammasi o'ylik o'choqliq bo'lib chiqib ketibdi. Hozir o'zi uyda yolg'izkan. Eyiga 1200 yuan maash oladi ekan. Qaraganda u bovayning puliga ko'zingiz tushibdi-da. 4 kunliga qolgan qiyri bilan qanchalikmi uy tutarsiz deymini? Chiroy turib qandaqroq ekan, bek kelishgan odam ekan ya.
Men ko'rib bakmadım, dedi Saadet beşinimi kötürmey turup. Ondan bazardan kötürüp əgərgən somkasının setmesini itip, onu işkapqa selip koydu. Körüp bakmagan adamga tekmekçimisiz? Dedi Münevver tirikkendek kalıp. O ciyeklere kızırıp ketken közlerini Saadet'e tikdi. Lekin Saadet onun bu sualıga cevap veriş uyak tutursun, hatta Münevverge beşini kötürüp karap mı koymadı. O asta orundan turup işkaptın çaynamızını elip kelemnin üstüge saldı. Andın yoğan romalarını tüzeştirip çekip çaynamızın aldığa kelip kaplege gizlendi. Namazımni o'qib olay, dedi u Münevverge qayrilib qarab. Saadet kelamning ustidagi jaynamazning oldiga kelib, ikki qo'lini ko'kragiga juplab turib, namozini boshladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Münevver Xudoning bu mo'min bandasiga go'yo tunji qitim ko'rayotgandek sinchilab qarab ketdi. Saadetning namoz o'qiyotgan siyoqi uningga nihoyatda tamkin va bemalol ko'rindi. Hurmatli anglarman qarindoshlar, Rayhongul Mejitning Qayta nikoh nomli romanini bugun mushu yergacha o'qiylik. Davomiga diqqat bergaysizlar. Allah'a emanet, selamet bo'laylik.